balkim qamalgan paytingizda tovog'in ota-onanglar vafot etib qolsa, oxirgi manzilni kuzatolmay qolasizlar. Juda ushlanasizlar keyin. O'shaning uchun vaqtida aqlinglarni yig'inglar. Bizim eshitamiz, hali meni sirogim 3 yil. Xudo xohlasa chiqib ketaman. Vaqtida ota-onanglarning qadriga yetinglar. To'g'ri yuringlar ko'chada. Iloji boricha ota-onanglarning duosini olib, o'qimasanglar ota-onanglarning duosini olib, yerda jannat bor ekan, biz buni kech tushundik. Yerda jannat bor ekan. Yerdagi jannat bizni ko'rmasmiz, lekin onamizning oyoqlarini yuvsak, o'sha jannat ekan. Allohning oldida jannat deb o'ylaymiz biz faqat. Lekin onalarimizning oyog'ining ostida ham jannat bor ekan. Bekordan bekor jinoyat qilib qo'yib, bu yoqqa kelganlarda onanglarni yurtirasizlar, ota-onang keladi faqat. Do'stlaringlar, yaqininglar yo'q. Faqat do'stinglar, ota-onanglar, boshqa hech kim yo'q. Faqat do'stinglar,